Dasturimiz davom etadi. Deputat xalq vakili. U o'zi saylangan hududni kompleks rivojlantirish va aholi farovonligini ta'minlash borasida davlat idoralari bilan samarali muloqot qilsagina xalq o'zi saylagan vakilning faoliyatini e'tirof etadi. Xalq deputatlari Zarbdor tuman kengashi deputatining Bo'ston shaharchasi aholisiga tibbiy xizmat sifatini oshirish borasidagi tashabbusi fikrimiz tasdig'i. Muxbirimiz O'tkir Xolbekov muammo yechimi haqidagi lavha bilan tahlilimizni davom ettiradi. Sayyor qabul fuqarolar murojaatlariga yechim topishning samarali mexanizmiga aylandi. Turli darajadagi rahbarlar bilan yuzma-yuz o'tirib, muloqotda bo'lish va samimiy, do'stona suhbat nafaqat muammolarni o'rganishda, balki uning yechimini topishda muhim o'rin tutyapti. Masalan, yaqinda xalq deputatlari Zarbdor tuman kengashi deputati Murtoz Gaipov viloyat hokimining navbatdagi sayyor qabulda ishtirok etib, deputat so'rovida saylovchilardan tushgan muhim masalada murojaat qildi. Ya'ni Bo'ston shaharchasida joylashgan tuman tez tibbiy yordam bo'limi shoxobchasi xodimlarini va 13 mingdan oshiq aholini qiynab kelayotgan masalani o'rtaga qo'ydi. Faoliyatimda juda ko'p aholi tomonidan murojaatlar bo'lgan. Eng ko'prog'i mana shu tibbiyot masalasi bo'yicha. 5 ta mahallaga bitta tez yordam mashina eski holatda. Shu bo'yicha aholining e'tiroz bo'ldi, shtat masalasi bo'ldi. Bu bo'yicha men o'rgandim. O'zimizning tuman markaziga bordim. Qachon kelgan, nima bo'lgan haqqoniy ma'lum bo'ldiki, eski Damas avtomashinasi 2014-yil kelgan. Shodlik mahallasida bir bemor telefon qilib qolsa, haqqoniy og'ir bo'lsa, unga haqiqatan mashinaga muhtoj. Lekin bu yoqdan tasavvurdan qo'ng'iroq bo'lsa, bu yoqqa bora olmaydi. U mashina yaramaydi. Masofa 10 kilometrdan ziyodroq. Tumanga chiqardim so'rovnoma. Dekabr oyida chiqardim. Lekin buning hech javobi meni qoniqtirmadi. Viloyat hokimiga bordim, shu masalani ko'tardim. Fuqarolarni, eng asosiysi bemorlarni qiynab kelayotgan bu muammo viloyat rahbarining e'tiboridan chetda qolmadi. Hududdagi 5 ta mahallaga xizmat ko'rsatib kelayotgan tez tibbiy yordam sifatini yaxshilash maqsadida eski rusumdagi Damas avtoulovi qulay va sifatlisiga almashtirib berildi. Qisqa vaqtda hal etilgan muammo 21 nafar tez tibbiy yordam xodimlarini va aholini quvontirdi. Bir kunda bizga 15-20 ta chaqiruv tushadi. Bir xil joylarimiz uzoqligi tufayli mashinamiz qiynalardi borishga. Bu mahalladan bu mahallaga o'tganda mashinamiz buzilib qolardi. Mana deputatimizga rahmat. Shu Damasimizni boshqasiga almashtirib berdi. Hozir yaxshi yurishlari, boshqa mahalladan mahallaga o'tishganimizga qiynalishlar bo'lmaydi. Avvallari ko'chada qolib ketish holatlarimiz ham kuzatilgan. Aholi xafa bo'lgan, bizdan nima deydi, e'tirozlar bildirgan ko'p kechikishlar sababli. Aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishdan sharoitlar yaxshi, faqat shu mashinadan qiynalardik. Mana Xudo o'zi berdi. Hammasi yaxshi. Ma'lumotlarga ko'ra, yuqumli kasalliklar epidemiyasi davrida chaqiruvlar soni 50 tagacha yetgani kuzatilgan. Bunday sharoitda ma'nan eskirgan avtoulov bilan haqiqatdan bemorlarga xizmat ko'rsatib bo'lmaydi. Hozirda tibbiyot brigadalari uchun berilgan ushbu avtomashina xodimlar og'irini yengil qilmoqda. Yana bir muhim yangilik. Joriy yilda mazkur shoxobchaga barcha qulayliklarga ega zamonaviy rusumdagi tez tibbiy yordam mashinasi ham berilishi rejalashtirilgan. Bu esa tibbiy xizmat sifatini yanada yaxshilash bilan birga fuqarolar salomatligini mustahkamlashda muhim o'rin tutadi.